Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 6 dekabr 2025-yil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Nurafshondan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan gibrid buzoqlar bor akalar. 3 dona xunajin, 1 dona buqasidan. Bir qo'ra qilib olaman deganlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan laykni bosib, Telegram guruhlariga chorva ishqibozlariga videolarimizni podretsiya qilib qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol kimga qaysi biri ma'qul kelsa, telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Obuna bo'lmasdan ko'ryap turganlar, obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Mana shu bittasi buqa ekan-a? Bunisi buqa, mana 3 tasi xunajina. Sigir qilaman deganlarga akalar, narxlarni ham ko'rasizlar, imkon qadar yengil qo'yiladi. Xudo xolasa, rosa boqishga arziydiganlar. Bular sementalga rossiyskiy gibrid-a? Sementalga rossiyskiy gibridlari. Manaqa gibridlarni ham o'zi boqadiganlar biladi. Juda istaganlar ko'p bo'ladi. Bu buqani qaranglar. Orqalaridan ham o'ta chiroyli. Yeb ichish sog'ligi zo'r-a? Hammasiniki qorni qarang. Hozir bularni akalar oxirdan bu tomonga haydab o'tib video qilyapmiz, to'g'risi. Boqaman degan odamga o'ta ishtahasi yaxshi mollar ekan. Hozir bular necha oylikda yoshlari? 10 oylik atrofda. Bahorga chiqib xunachilar qochaveradi. Bemalol. Bu qaranglar. Ha, buqasi o'zi bilan. O'ziga ishlayverar-a? Albatta aka. O'ziga ishlayveradigan. Mana sementalga gibridlardan so'raganlarga. Juda ham bir joni qattiq sigir bo'ladi. Sigir qilaman deganlarga chiroyli narsa ham bo'ladi. Arqa oshlarini ko'rib turibsizlar. Bo'ylar necha? 120 da aylanaverami? 115, 120. 115, 120 gacha. Shu narigi mana ikkovi 120 ga boradiganga o'xshayapti. Bunisi ham, bittasi sal 1-2 sm pastroq ekan. Yuvoshligini qaranglar. Ranglari ham tiniq. Hammasi. Xudo xolasa boqadigan odamga rosa boqishga kelganda-na. Chiroyli qilib olib tashab qo'ysanglar, bahorga chiqib, O'rda mana. yuvoshligini qaranglar. Juda beg'am. Gap yo'q. Haqiqiy sigir olaman degan xunajinlardan. Xo'p, bularni bir joyga sotamizmi, donalardan beraveramizmi? Bir joyga bitta narx aytamiz. Qo'yiq suyug'iga. Qo'yiq suyug'iga. Endi ishqibol bo'lgan bitta ikkita olaman. Ostilaridan. Kelib ko'rib savdolashib olaveradi. Olaveradi aka. Qo'yiq suyug'iga necha pul aytamiz? To'rovigami? To'roviga. 70 million. To'rov 70 million a? 70 O'n qaranglar. To'rov 70 million akalar. Bir joyga. Bir joyga. Novvosda endi tanlaganga boshqa narx aytib, boshqa kelishimlar. To'rovini bir joyga oladi. Qaygacha dastlabki qilib berasiz? Vodiy bo'ylab aka dastlabki. Vodiy bo'ylab qilib berilaveradi. Berilaveradi. O'n qaranglar. Jonivorlar. Bularda shoqini kuydirmanglar, to'g'risi shoqi bilan chiroyli sigir bo'ladi. O'shancha tegmadi. Ha, shuning uchun tiyilmagan. O'zi shoxlari kalta bo'lib, kuydirishga kelgan. kalta bo'lib juda chiroyli bo'ladi. Bu qaranglar. Bularni ham misol katta sigirlarni bugungi kunda hamma ko'ryapti, arzon bo'lgani yo'q. Juda ham sutli mollar bo'ladi. Fermaga ishlataman deganlarga ham, xo'jalikda minni qilib olib, sigirlarni ko'paytirib sut ishlayman deganlarga ham ma'qul kelaveradigan. Hammasi mana orqalarini ko'rib turibsizlar, juda olasa bitta qo'ra mol oladi. keng narsalar. Mana shunaqa bitta haydang hammasini. Yengillatishga aka maqsad hozir ko'ryapti. Maqsad sotish, to'roviga 70 million narx aytilyapti akalar. 80 million. To'g'risiga bozorda ham bunaqa narxga chiqmasa kerak. Bular bunaqa toza oyoq qo'llari, voh, oxirga qarab ketyapti bular. Oyoq qo'llari hammasi yo'g'on. Polvon narsalar. Suyak buzuq, o'zimizda hali Jaydar til bilan aytganda suyak buzuq narsalar. Yurgisi kelmayapti, qashla deyapti bu. Rosa qo'lga o'rgangan ekan bular. Beg'am Beg'am ekan. Bak. Mana xunajinlarda. Juda ham ishqibozlari ko'p bo'ladi, sigir qilaman deganlar. So'ng xo'jalikka ikkitadan olib qo'ysanglar ham juda go'zal sigir bo'ladi. Uni buqasi sementallarga tenglashaveradi kelajakda. Bemalol aka. Boqqanlar biladi. Kammas. Kam bo'lmaydi. O'tib ketadiki, kam bo'ladigan buqa bo'lmaydi, to'g'risi gap. Nomerlarni aka hozir aytib qo'yaylik. 91lik. 91lik 122 122 80 00. 80 00 aloqaga chiqib kelib ko'rib olaverasizlar.
onlaynda olaman desanglar ham behijolat haligi kichkina bo'zaklar emas. Hammasi mol bo'lib qolgan narsalar. Xudo xolasa yoshlardan chiqsa olib tashlab qo'yib, o'zim sekin mol qilib olaman deganlarga. Puli yo'layapti endi. Ha, xudo xolasa agar puliga bo'layapti. mana shu bittasi katta bo'lib sigir bo'lganda olib boqqan odam, tavakkal qilgan odam biladi. Bittasidan puli chiqadigan, to'g'risi. Bak. Buni qaranglar. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Ichida. Mana Gapiring. aylantirib kelganimiz bilan ham oxurga kelyapti bular. Yana ozmoz kelishadigan joyi ham bormi? Optimiga? Yerlarga Dastlabkasi bonusmi yo? dastlabkasi endi yo'lida aytilgan ko'ryapsiz endi xolis chipcha mayli endi. Jazman xaridori chiqib qolsa kelishtirib berasiz. Baribir aytgani bo'lmaydi hech kim. To'g'ri gap. Bunaqa deb o'shanaqa sotilmaydi baribir. To'g'ri gap. Akalar telefon qilib, kelib bemalol ko'rib savdolashib olaverasizlar. Xudo xolasa ustida ko'rsanglar, ochiq gap haligi arzon qo'yildi. Oladigan odam ham sal baraka topadigan qilib, ustida ko'rsanglar puliga arziydigan mollar.